Al-Xorazmiysiz algoritm, kompyuter va sun'iy intellekt bo'larmidi? Raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt va zamonaviy dasturlash tizimiga bundan 1000 yillar avval Sharqda asos qo'yildi. Bularning tub ildizi Al-Xorazmiyning kashfiyotlariga borib taqaladi. Quyida sizga mazkur allomaning ilmiy merosi haqida qiziqarli 10 faktni taqdim etamiz. Bugun sun'iy intellekt deb ataladigan tizimlar asosi 9-asrda Al-Xorazmiy tomonidan yaratilgan hisoblash usullariga borib taqaladi. Al-Xorazmiyning kitob Al-Jabr va muqobala asari orqali algebra mustaqil fan sifatida shakllandi. Nol tushunchasini tizimlashtirgan olim insoniyat tafakkurini mutlaqo yangi bosqichga olib chiqdi. Uning ismi algoritm sifatida dunyo ilm fanida abadiy muhrlandi. Al-Xorazmiyning astronomiyaga oid asarlari Mirzo Ulug'bek kabi allomalarga yo'l ochdi. Kitob Surat al-Ars asari dunyodagi eng aniq xaritalardan biri sifatida tarixda qoldi. U quruqlikni okeanlar o'rab turganini ilmiy asosda isbotlab, Ptolomey nazariyasini rad etdi. Al-Xorazmiy bir vaqtning o'zida matematika, astronomiya, geografiya va arifmetikada ulkan kashfiyotlar qildi. Olim Bag'doddagi Bayt-al-Hikma markazida rahbarlik qilib, ulkan ilmiy loyihalarni boshqardi. Uning asarlari Yevropani uyg'otdi. Bugun esa smartfon, kalkulyator yoki kod orqali u bilan hamnafas yashayapmiz. Qiziqarli 10 fakt loyihasining navbatdagi soni orqali sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.